200 ming like yig'sa mabodo bir kun ichida hech kimdan olmagan sovg'angizni mendan olasiz, xudo xohlasa. Rahmon akamni izlab mana topdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, akalarimiz, rahmat. Bizlaring tinchmi, ukajon? Akajon, hozir ijtimoiy tarmoqda qaysi bir sportchini yoniga borsa yutqizadi degan gaplar tarqaldi. Mana shu gapga nima deysiz mana? Ukajonim, hozir odamlarga aktiv kerak. Mehr oqibat, bir-biriga bo'lgan hurmat, izzat kerak emas. $100 bersangiz bor-ku, qo'ni qo'shni qarindoshini sotib olyapti hozir odamlar. Shunaqalarga insof bersin. Faqat aktiv bo'lib kerak bo'lib qoldi odamlarga, xolos uka. Menlik nima xizmat? Sizga endi xizmat bitta aka. Ayting uka. Bilasiz, yaqinda otamni umriga borib keldim. Inshaalloh. Endi ziyoratlari qabul bo'lsin. Endi akajon, otamga bitta Malibu podarka qilish orzuyim bor. Shunga nima? Ukajonim, bitta narsa aytayman. Birinchisi, sizga kreditni maslahat bermayman. Nasiyani ham maslahat bermayman. Ikkinchisi, men moshin hech kimga bermayman endi. Chunki ovuzim kuygan odamman, bilasiz uka. O'sha uchun men sizga bitta narsa va'da berishim mumkin. Mana shu olib turgan videoyingiz 200 ming like yig'sa mabodo bir kun ichida hech kimdan olmagan sovg'angizni mendan olasiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. Kelishdik. Buyog'i mehribon yurtdoshlarimizga, xalqimizga qoladi. Jonlaring omon bo'lsin, qalbni go'zal qilinglar, jigarlar.